Hammaga salom. Hozirgina Telegram kanalimda ikkita juda ham qiziq savollarga ko'zim tushib qoldi, lekin men ko'chadaligim va oldimda ikkinchi telefonim yo'qligi sababli savollarni aniq qilib o'qib bera olmayman. Ming bor uzr, lekin savollarni eslayman. Birinchi savol multivселенной haqida. Bir tomoshabin multivселенной bormi yo'qmi deb mendan so'radi va ikkinchi savol menimcha boshqa tomoshabindan kelgan. U tomoshabin mendan so'rashicha tot vaqtni orqaga qaytarish haqida ilmiy teoriyalar mavjud ekan va bu teoriyalar qanday teoriyalar deb mendan so'ratdi. Bu ikki savol bir-biriga o'xshashligi tufayli sabablik men mana shu bitta videoda javob berishga harakat qilaman. Srazu aytaman, multivселенная va vaqt manipulyatsiyasi, ya'ni bu g'oyalar ilmiy teoriyalarga asoslanmagan, ular faqatgina spekulyatsiyalarga asoslangan. Shu joyda siz spekulyatsiya nima deb so'rashingiz mumkin. Ensiklopediya kanalida men aytib o'tganimdek, tasdiqlangan gipotezalar to'plami bu teoriya deb ataladi. Lekin tasdiqlanmagan gipotezalar to'plami spekulyatsiya deb ataladi. Ya'ni bu o'ziga xos bir ilmiy fitna, menimcha, bilmadim. Xullas, bular aniq tasdiqlanmagan g'oyalar emas, oddiygina spekulyatsiya. Multivселенныйga keladigan bo'lsak, multivселенная g'oyasi Big Bang teoriyasiga to'g'ri kelmaydi. Bu g'oya, multivселенная g'oyasi string theory, ya'ni ruschalab teoriya strun, o'zbekchalab bilmayman qanday bo'ladi. Xullas, teoriya strundan kelib chiqqan va bu teoriyaga asoslangan holda ular shu multivселенная mavjud bo'lish kerak degan xulosaga kelishgan. Men fizik emasman, shuning uchun hozir formulalarni chiqarib bera olmayman. Ya'ni Big Bangda multivселенная tushunchasi yo'q. Keng tarqalmagan. Vaqt manipulyatsiyasiga keladigan bo'lsak, vaqtni orqaga qaytarish deganda tushunmadim nima demoqchi bo'lgan tomoshabin. Menimcha shu vaqtni o'tmishga sayohat qilsa bo'ladimi deb so'ramoqchi bo'lgan shekilli. Bunda hech qanday spekulyatsiya qilishni hojati yo'q, chunki bu narsani ilojisi yo'q. Pauza qilib turaman. Ani ketishdi. Xullas, vaqtni orqaga qaytarishning ilojisi yo'q, ya'ni vaqtni orqaga sayohat qilishning ilojisi yo'q va bunga spekulyatsiya qilishni keragi ham yo'q, chunki agar bu mavjud bo'lganda kelajakdan kimdir o'zi bizga kelgan bo'lar edi. Lekin mana ko'rib turganingizdek hech kim kelgani yo'q, ya'ni bu narsaning ilojisi yo'q. Ya'ni misol uchun hozirani 5000-yildan kimdir orqaga sayohat qilganda ham biz buni bilgan bo'lardik-ku, to'g'rimi? Lekin ko'rib turganingizdek hech kim orqaga sayohat qilgani yo'q, vaqtdan, demak, buni ilojisi yo'q. Kelajakka sayohatga keladigan bo'lsak, bir spekulyatsiyani tushuntirib beraman. Bilsangiz kerak, bizning vaqtimiz materiyada va bizning materiyamiz ploskaya materiya. Va ushbu spekulyatsiyaga ko'ra qora tuynuk shu materiyani bukishi mumkin. Tasavvur qiling, mana shu materiya bo'lsa, shu joyda kelajak, shu joyda o'tmish yoki tushundingiz. Va shu qora tuynuk materiyani bukishi mumkin va biz agar qora tuynukka kirsak, bir vaqtdan boshqa vaqtga chiqishimiz mumkin va shu vaqt odatda kelajak bo'lib chiqadi. Mana shu oddiy spekulyatsiya. Men unchalik tushunmayman, chunki men katta fizik emasman. Yosh fiziklar o'zlari ham tushunmaydi bu narsalarni. Xullas shu. Lekin vaqtni aniq sekinlashtirsa bo'ladi va bunga endi уже spekulyatsiya emas, bunga teoriya bor. Uning nomi Theory of Special Relativity yoki ruschasiga teoriya специальной относительности. O'zbekchalab bilmayman qanday bo'ladi. Xullas, bu teoriyaga ko'ra vaqtni tezlik o'zgartirishi mumkin. Misol uchun mana biz odamlar vaqtni bir xil his qilamiz, chunki biz hammamiz bir tezlikda planetadamiz, yerdamiz va yer bir tezlikdagi, to'g'rimi? Biz hammamiz ushbu yer tezligida aylanamiz, shuning uchun bizga vaqt mana hozirgi vaqt bo'lib tuyuladi. Lekin bitta eksperimentni keltiraman. Bu tasavvur eksperimenti, gipotetik eksperiment. Uning nomi Twin Paradox. Bu paradoksga ko'ra bir twin nima bo'ladi? Bir egzak yerda tursa, ya'ni yer tezligida bo'lsa, boshqa egzakni kosmosga jo'natib, yanada ham tezroq harakatlanadigan planetaga jo'natib yorsak va ushbu egzak, ikkinchi egzak kosmosda 3-4 yil yashab yerga qaytsa, ya'ni bizning tezlikka qaytsa, uning egzagidan ancha yoshroq bo'ladi. Chunki ushbu kosmosga uchib ketgan egzak tezroq aylangan sayyorada yashagan 2 yil. Ya'ni uning 2 yili biz uchun 4 yil, 5 yil, 6 yil bo'lishi mumkin. Chunki biz vaqtni boshqa tezlikda his qilamiz.
boshqa egizak esa, ikkinchi egizak esa kosmosda yanada ham tezroq aylangan planetada yashaganligi uchun u vaqtni boshqa tezlikda his qiladi. Ya'ni bizning vaqtimiz, biz his qiladigan vaqt tezlikka bog'liq. Va biz qanchalik tez harakat qilsak, vaqt shunchalik sekin o'tadi. Va biz vaqtni hattoki to'xtatib qo'yishimiz mumkin agar biz nur tezligiga yetsak, ya'ni foton tezligida biz harakat qila olsak, biz uchun vaqt to'xtaydi. Umuman shu yo'qib qoladi. Men tasavvur qiling, hozir men foton tezligida yugurish ilojim bor. Men uchun men yerni o'tgan videoda aytib o'tganimdek 0.2 soniyada yerni aylanib o'tishim mumkin. Ya'ni men uchun vaqt to'xtab qoladi agar men nur tezligida harakat qilsam. Xullas, yana video cho'zilib ketdi. Tayyorlanmasdan shunday javob berdim. Savolingizga javob oldingiz degan umiddaman. Yana bir bor aytib o'taman, bularning barchasi spekulyatsiya, biz aniq bilmaymiz va yagona teoriya bu vaqtni sekinlashtirish va uning nomi Twin Paradox. O'qib ko'ring, internetda istab ko'ring.